sizlar ishlaringiz bor akalar. Xo'sh akalar, bugungi sizlar bilan birlikda o'zimizga o'sha mashhur, ma'lum va mashhur bo'lgan GTA5 o'yinini o'ynab maza qilib olishga harakat qilaman. Bo'lganda davom ettiraman akalar. Akalar, manzilga yetib oling. Mashinalar ko'rataman bir o'tir tong otganda akalar. Tak akalar, davom etamiz. Biz akalar mana tong ham otdi, короче, keldim, tongni ottirib oldim akalar. Biz akalar hozir sizlarga shu mashinalar ko'rataman, короче, zapisimizni qarab qo'ying akalar. 2 minut bo'ldi. Men 1 minut akalar. 4 minutgacha boradi. Biz akalar shunaqa hozir akalar mashinalar sizlarga birma-bir ko'rataman akalar. Tak ko'rishingiz mumkin akalar. Kechagi furgon. Biz akalar mana akalar. Ikkita mashina akalar bomba qilib tunni ko'p qo'ygan bo'ladi akalar, ko'rib turibsizlar. Shu nima akalar, birinchi bo'lib mana shunisidan boshlaymiz akalar. Ko'ramiz tezligini, как, почему, когда. Niyatim bor akalar. Pul to'playapman, nech pul bo'ldi desalar akalar. Endi bo'lyapti akalar. Sanaganman nech pul, lekin ko'p bo'ldi pul. Hozir ancha pul yig'ib bo'ldi. To'g'risi akalar, shu 2026-yil sentyabr, oktyabr oylarigacha olish niyat bor akalar. To'g'risi Alloh bersa albatta olamiz akalar. Ayni akalar, to'g'risi akalar GTA 6 chiqsa biz ham pulchilardan bo'lib o'ynaydigan bo'lyapti. Shuning uchun akalar, onlayn shiltashalaring mashina hamma yo'q shilinib ketdi akalar. PlayStation turni sotmaysizmi, tezda olasiz desizlar, yo'q akalar. PlayStation tur sotilmaydi. Chunki akalar bu meni birinchi olgan konsolim, akalar eng yaxshi bo'ldi akalar, bu olganim shu GTA5 da akalar o'ynashni 2 yil kutganman bu o'yin akalar men. Bu o'yin aslida akalar 2023-yil yanvar oylarida, endi sizlarga bu o'yin bilan tanishganim haqida ma'lumot berib o'taman. Sizlarga mashina ko'rasiz akalar, o'yin bilan tanishganimni tushuntirib beraman akalar. 2023-yil yanvar oylarida akalar DayZ degan kanalni kuzatardim. Shu o'yindan akalar, shu GTA5 o'yinidan akalar GTA5 real hayot degan video ishlardi. Shunaqa real hayot o'xshatib o'ynardi akalar. Men ham bilasizlar, bir ikki marta shunaqa ko'rdim, real hayot o'xshatib ko'rdim, lekin DayZgacha yeta olmadim akalar. Bag'ara bo'ldi. Va aniga o'xshatib o'ynardi akalar. Men ham shundan keyin shu o'yinni просто yaxshi ko'rib qo'yganman. O'yinni qanaqa konsol bo'lmasa bo'ladi. Akalar 2025-yilda kelib notebook oldim, men notebook. Lekin u ham GTA5 ko'tara olmadi. Keyin 2025-yil may oyida kompyuter ham oldim. U ham ko'tara olmadi. Oxiri PlayStation oldim ekan. Mana oxiri PlayStation yetmagan. O'zim men YouTube'da akalar 2023-yildan beri ishlayman. Lekin raketa uzib desanglar akalar, birinchi videolarni chiqargan 2023-yil 2-aprelda qo'yilgan, 3-4-5 aka qo'ygan ekan. Anaqa. Biz akalar hozir videolar mavzusidan o'tishimiz akalar GTA5 mashina qayda akalar. Mashina ko'ryapsizlar, 3 yil ko'ryapsizlar. Bunaqa mashina uchmaydi akalar, ko'ryapsizlar. Bunaqa mashina uchmaydi akalar. Ko'ryapsizlar, 2 yil kutgan o'yin akalar. Men просто sevib qo'yganman akalar bu GTA5. Yaxshi cheat kodimiz bor, onasini yeysiz akalar. Cheat kod termasa bo'lmaydi akalar, aytasiz. Dastin cheat kod akalar, mashina shilinmi o'zi. Cheat ko'ryapsizlar, jonivor uchun ko'ryapsizlar. Bitta o'tamiz. Akalar, video zapisini bitta qarab qo'yaylik. Zapisi necha bit bo'ldi akalar video? 5 daqiqa bo'libdi, yana akalar, yana 5-6 daqiqadan ko'proq yoziladi akalar. Qarab turamiz, esdan chiqib qolmasin kerak. Mana akalar, tak, hop, ko'ryapsizlar, qon qo'yapti akalar mashina. Mana akalar, o'tamiz akalar. Tik. Rembay qach. Shi akalar, chiqib kelmagan o'yin kelganda bo'ldi. Shi dunyo bo'ldi akalar, o'sha aytishim. O'sha kuli akalar yaxshi zo'r bo'ldi. Omad, intilib akalar oxiriga yetib keldilar. Onasining evsi nima bo'ldi? Lo'yku akalar, mashinam, meni mashinam. Bunga qancha pul sarflagan mana eskida meni mashinam. Mana mashinam to'g'ri hozir shunaqasi moda. Salonlar ichida qitmirchi mashina degan o'yin anaqa yo'q, qo'shib aytaman shekilli akalar. Chiqib bo'lgan do'stlar, to'g'ri akalar. To'g'ri chiqib bo'lgan. Tak video 8 daqiqa akalar. Yozaveramiz, loyihalar yozaveramiz. Akalar, qalay akalar, o'zingizlar hayotingizda nima yangiliklar bo'ladi akalar? O'ylab kuryapsizlar akalar, akalar aprel oyida yaxshi bo'lyapti akalar, hamma yo'q. Bizda kun unaqa quyoshli emas-ku, lekin hamma yo'q bo'lyapti akalar. Aprel oyidamiz akalar. Ammo lekin nima orqasiga qaytib ketyapsizlar akalar, o'g'lim jum kelmayapti to'g'risi. To'g'risi meni oyog'im tortmadi akalar shuncha. Orqaga qaytib keldi. Bizlar akalar utordi ko'ringlarmi? Katta mashina ko'taraveradi bu Audi akalar, ko'ryapsizlar?
Agar like bosib ikkinchi qismini olasizlar, ikkinchi qismini ham sinab ko'rishim mumkin. Agar ikkinchalik Audi'da bilasizlar, Audi Michael tog'amizga bo'ladi akalar, lekin men Franklin tog'amizga o'tib qo'yganman akalar. Amerika o'yini boshdan o'ynab ko'rsatgan desizlar, yo'q akalar, men o'yinni вообще boshdan o'ynagan akalar. Itozoq bo'lgan akalar, boshidan o mashinaga chaqib ketib qo'yish akalar. Birinchi akalar kartani ochish itozoq bo'lib ketadi. Men ikki marta boshdan o'ynadim buni akalar. Kartani aytinglar akalar. Mash territoriyasi bo'ladi hozir kartani. Boshqa hech narsani ochilmaydi akalar. Ochish itozoqda bu kartasini ochish kerak akalar. Shuning uchun boshqa o'ynayman buni akalar. Boshqa o'ynayman deyman akalar boshini. Bu mashg'ulotda qoladi akalar. O'ynaylik, maza qilaylik, boshlaylik akalar. Bu GT5 nimaga chiqarilgan? Mashina uchun, mashina minib, boshini o'g'lash uchun chiqarilgan o'yin bu aslida akalar GT5. GTA xullas, bu GT5 emas, GTA umuman GTlar. Biz agar o'yin mashina o'g'lash uchun chiqarilgan o'yin edi, boshda 1997-yil chiqqanmi, birinchi anaqasi akalar GT1. Ha, nima bo'lganmi? Nega akalar? Lekin menga akalar yoqqani hamma GTA'ning ichidan mana shu GT5 bo'ldi akalar. Seni o'likda vashcha akalar GT5. Вообще menga yoqqani eng zvirskiy bo'lgani ham GT5 bo'ldi akalar. Shaxsan GT5 bo'ldi akalar. GTA 6 ham unchalik bo'lmasa kerak deb kutdim, lekin GTA 6 ba'zi o'ta kuchli bo'ladi deyishyapti ekan. Lekin GT5 paraga birinchi o'yinga bo'ladi men. Chunki akalar grafikani qaranglar, bunaqa o'yin, bunaqa darajada o'yin qilish qanaqa kalla bo'lishi kerak aytinglar, qanaqa kalla bo'lishi kerak. Lekin men Rockstar tomon chiqargan akalar uni. Ha, men Rockstar tomonga ishonaman akalar. Akalar 2 bitta zapis shunday ko'rib qo'yinglar akalar, zapis. Tak 10 daqiqa 36 soniya ketyapti ekan. Yaxshi akalar. Yaxshi akalar, yaxshi. Akalar o'zinglar nima gapinglar akalar? Yozinglar kommentariyga. Ko'ryapsizlar akalar, mana Audi mashinamizni sinab ko'rmoqdamiz. Shunaqa akalar. Ichida biz akalar GT5 boshda akalar Mike Franklin va Lamar degan do'sti bo'ladi akalar. Lamar mana shunaqa o'g'aynisi bo'ladi. Shu akalar Audi bilan bitta agardir bitta mashina o'ynaydi, bu tush Audi bo'ladi akalar. Yana bitta mashina bo'ladi. Bilasizlar akalar, o'yinning boshida bo'lsa kerak. Bitta shu o'yinning boshlarida bo'ladi akalar, shunaqa bo'ladi. Tak akalar. Akalar mana shu GT5 o'ynashinglarga maslahat beraman. Shidda bilan o'yin akalar, bu GT5 shidda bilan o'yin akalar. O'ynanglar, maza qilinglar akalar bu GT5'ni. GT5'dagi o'yin yo'q menga akalar, topolmaysizlar hech yerda akalar. Ko'p o'yinlarimiz shu GTA'ga qarab chiqqan akalar. Shuning uchun maslahat beraman shu GT5 sizlarga o'ynashda akalar. Qanaqa o'yin o'ynagan sizlar akalar, maslahatim GT5. Chunki bu akalar meni ustozim Fezod og'am ham o'ynagan. Meni ustozim bor akalar, g'ayat ekan. Og'am o'ynagan akalar, meni ustozim xullas. YouTube'da eng yaxshi ko'rib keltirganim hozir Fezod kanali bo'lib kelyapti akalar. Chunki og'am bilasizlar, qanaqa shedevr har bitta chiqargan videosini ko'raman o'zim akalar, to'xtatmayman. 2025-yilda o'zim va'da bergandim akalar, boshdan aytgan 2025-yil boshida og'amni har videosini ko'raman degandim akalar. Ishoninglar 2025-yil chiqargan har videosini ko'rdim. Ishoninglar akalar. Ishonmaslik o'zinglarga aniq keladi, lekin men o'zim ko'rdim akalar har videosini. 2025-yil necha video chiqargan bo'lsa hammasini ko'rganman akalar. 2026 ham shunaqa kelyapti akalar. Anaqa meni og'am siylar akalar. Meni G'ayat og'am siylar o'ynash uchun bo'lsa akalar, G'ayat akam shogird o'ylab oldi o'ynasizlar akalar shunaqa. Anaqa akalar, albatta videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doim Legend Uzbek kanali bo'ldi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat akalar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ciao. Xayr akalar.